Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli Facebook'daki dünyanınki her qaysi joydagi qarindoshlarim, hammalariningki mushu vaqti va bundan keyingi vaqt xayrli bo'lsin. Men Abdulaziz Beshto'g'roq Istanbuldan Allohninki salomini beryapman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Canım dostlarım, bu yeni yıl günü deymi. Bu aldığınki şembe günü kıladigan dersini biz birlikte kılanmay kaldık. Şunun için keçürüsüler. Bugün biz 75. tedbir isim dersimizde, yani aldığınki 29. sıradaki dersi kılanmay kaptığımız. Bugünkü tedbir isim dersimizde yeni birlikte ügünüp gelgen bu Stephen Covey, Amerikalık yazgıcının ünümdar kişilerinin 7 adeti, The 7 Habits of Highly Effective People. Bu kitapınki Türkçesi mi ba? Türkçesini mi ben adreslerini yollap koydum. Şeyden kürvasanla buludu. Ondan başka ben şu dersi kılıştım burun biraz tayarlık kılıp şu nemi dersinin mezmununda nemi var? Bularını çıkarıp koyma Facebook'a. Biraz aldığınki 38 minut burun yollagan uçurda, yazmada. Tedbiriye 75. sin dersimizde Stephen Covey'ninki Ünümdar kişilerinin 7 adeti degen bunun kitabının 2. bölüm yekki dairesideki, yani üzümüzdeki yekki dairesideki muvaffakiyet, yani tayiniştin müstakillikçe. Bununki 5. bab 5. bab keldik. 3. adet 3. adet muhim işini başta kıl. Qaysi iş muhim bolsa şu işini başta kıl degan mezmun 3. adet. Bu öz-özünü başquruş prinsipi. Aldığınki saat ikisi öz-özünü yetekleş prinsipi. Bu başquruş, idare qilish prinsipi. Bununla biraz kirişti, bu ders kiriştim burun. Bu yeni bir bab. Sözlengen mezmunlar var. Biraz kıstırma mezmunlu var. Bunu sizlerge okup ütümen kadarlı kırındaşlar. Avazım kanda çıkmadı bilemedim. Bunu bitirişap ütüşüm gerek. Canım dostlarım. Avazımı yaxşı çıkıp etiptim. Anda olsa ügünüşümüzde devamlaştırınız. Bugünkü asaslık sözlüğe mezmun nime desen lan? 5. bab. Yani 3. adet muhim işini başta kıl. Belki İngilizce ügengenler bizim vatanımızda İngilizce ügengen karındaşlar bu İngilizceninki Alexander dediğin bir adamınki yazgan kitabı New Concept English, yani yeni okum İngilizce degan bir kitap var. Şunun birinci kitabınınki baş temisi, ismi, küçük mavzusu nima desenler? First things first. Yani muhim işin muhimi degan gap. Birincinin birincisi degan buludu. Birinci işinin birincisi degandek. Biz o kitabın ügünüş jarayonida onun alayidligi, mesela bu kitabın ügünüş jarayonida biz İngiliz dilini məxsus başqalıqı Şugorjan Yingli deb Xitaylarning bir kitap var. Onun oxşaş aldı bilen grammatik ügünüp onun deyin kim sözləşini, başqa nərsini ügündəğanğa oxşmaydı o kitap. O kitabını ügensənlər aldı bilen onunki xam sözleri var. Onun deyin kim tekstleri var. Tekstlerin ügünüp bolğandan keyin məşqlərini işlesənlər şu jarayonda diyaloglarını yadlap, əməliyləşdirib qılğandan keyin, praktik qılğandan keyin qarasanlar kitap tügəndən keyin məlum bir İngilizceninki grammatiki asasıga ega bolğanlığını his qilsizlar. O kitabın alayidligi şu. Belki şu noktadan bolsa kerak, muhimisi, yani muhim işini başta qıl deb qo'ygan bo'lishi mumkin.
Önümlük başkuruş mühim noktani ilgileş şeklindeki başkuruş bulup, o mühim işini başka koyuşunu ta'kidlaydi. Mühim işini ilgilep çıkıp, onu başka koyuşunu ta'kidlaydi. Başkurgucu xadimlar nimenin mühimliğini bekitkendan keyin özünün qattiq tizginleşi, his tuygu, keyfiyat ve hayacanlanış qatarlıqlarının tesirinden mustasna halda bütün gücünü mühim noktaga qaratish lazım. Mühim işler uşak-çüşek işler tarafından düşüp koyulması gerek degan Goethe'ninki Germaniyalik şairning bir gapi var. Endi biz dersde nimalarni o'rganamiz, qaysi maqsadga yetamiz, qaysi temalar to'g'riliq to'xtaladi deganda bugun 20 bet o'qiymiz inshaalloh. Bularda mustaqillik irodasi, unumlik boshqarishning oldingi sharti. Ikkinchi mazmun 4 avlod vaqt boshqarish nazariyasining tadrijiy taraqqiyoti. Ondan keyin uşak ishlarga bosh beg'ingizni tutquzib qo'ymang. Bu yerdagi boshbaq deganga balkim ko'kulingizni tutquzib qo'ymang. Odamning ko'kulisini tutib olsa, deb o'rgatadi-ku haq. Shuningga demakchi bo'lgan bo'lishi mumkin, mag'lub bo'lasiz demakchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Qo'shtirnoq ichida yo'q deyalaydigan bo'ling. Ba'zi odamlar bor, kim nima desa ma'qul deydi. Bu to'g'ri komediyalarimiz bor. Yo'q deyishni o'rgansam olmam deydigan. Yo'q deyalaydigan bo'ling. Ba'zi narsalarni rad qila oladigan bo'ling. Mükemmel vaqt boshqarish nazariyasi. Ondan keyin boshqarish usulining 6 o'lchami degan temalarni birlikda o'rganib chiqamiz. Biz bu darsni birlikda o'qib bo'lgandan keyin men YouTube'ga yuklayman, Facebook'dan tushirib, undan keyin tadbir yay radiosi va torda anchor.fm/yantosiziq tadbir yay deb kiysak, şehirde çıkıdı, aşağıya yüklep koyma, kaderli kırındaşlar. Adam olsa biz dersimizni birlikte ügüneyle. YouTube'ga söz kaldırıp koygan kırındaşlar varken inkasqa, bu üstüge bekçek bir nasıl yazmışsınız bu kadar kitap. Şu başka ben onu yazmadım. Bu kitaptaki bu grafiklerini, bu resimlerini ben şu dersinin aldıdaki yazmamda, dersinin ilanında şehri çıkarıp koydum, aşağıdan birleştirip kürbasanlar mı boludu canım dostlar. 5. bab 3. adet mühim işini başta kıl. Özünü başqarış prinsipi. Önümlük başqarış mühim noktani ilgileş şekildeki başqarış bulup, o mühim işini başka qo'yishni ta'kidlaydi. Başqarguvchi xodimlar nimaning muhimligini bekitgandan keyin o'zini qattiq tizginlashi, his tuyg'u, kayfiyat ve hayacanlanış qatorliqlarning ta'siridan mustasno holda bütün gücünü mühim noktaga qaratishi lazım. Mühim noktaga merkezleştirişi lazım. Ondan keyin bu grafikni birlik, bu grafik qaraydigan bo'lsak, qadrli qarindoshlar, aslida tayinishcha mezgil, o'rtadagisi mustaqil mezgil, ustidagisi o'zaro tayinish mezgili. 1, 2, 3, 4, 5, 6 deb buningki 7 adetni mishadin tushirib olasizlar, jilim do'stlar. Mühim işler uşak-çüşek işler tarafından düşüp koyulması gerek. Goethe'nin gibi iken. Kalem kağız alıp azrak vaqt çıkarıp tüvendeki iki sualga cevap yazın. Cevabınız 3. adetini tekşürüş ve muhakeme kılışımızda mühim rol oynaydı. Hayatınızga ömürlük tesir gösterleydigan, emma ta hazırgacha qo'lingizga ilib bakmagan işlerden qaysilari bor. Navbatdagi xizmatingizga uzun kesil ta'sir ko'rsatadigan, biroq hozirgacha kirishib bakmagan ishlardan qaysilari bor.
Biz bu ikki meseleni sel turib qayta muhokama qilamiz. Aldı bilan 3-odatning konkret mazmuni ustida to'xtalaylik. 3-odat 1 va 2-odatning konkret amaliyotdan o'tkazilishi bo'lib, kishilarni g'oyat zo'r amaliy natga ega qiladi. 1-odat sizga sen kishilik hayotning ijodchisi deb ta'lim beradi. Bu odat insonlarning vujudida azaliy bar bo'lgan tasavvur kuchi, ang idrak, mustaqillik irodasi, shuningdek o'zini tunishdan iborat hammadan muhim 4 tug'ma talant asosiga qurilgandir. Bu odat bizni gerçi men kichikimdan boshlab shunga odatlangan, hatto butkul jamiyat mushundaq holatda bo'lgan taqdirdimi, men bundaq hech qanday foydasi yo'q usulni cho'rib tashlab, men buni cho'qim o'zgartiraman degizdi. Ikkinchi odat bo'lsa, birinchi qatimliq yaratish yoki aqliy yaratishga munosabatli odat bo'lib, uning prinsip asosi tasavvur kuchi va ang idrakdan iborat ikki tug'ma talantdir. Tasavvur kuchi idrakdan halqagan iqtidor bo'lib, u bizga ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydigan yoshirin kuch va ijodchanlikni to'nitadi. Ang bo'lsa, har bir odamning vujudiga yoshiringan o'ziga xos iqtidorlarni qezib chiqadi. Ang etika axloq jihatda yetakchilik qiladi. İkinci odat asosligi tafakkur shaklimiz, qimmat qarashimiz hamda arzu armonlarimiz bilan zich munosabatlikdir. Uchinchi odat ikkinchi qatimliq yaratish yoki jismoniy ixtiroga munosabatlik odat shakli bo'lib, oldida aytib o'tgan ikki odatning reallashtirilishi, ijro qilinishi va aks ettirilishidir. O bizden müstakil irade asasında közlegen nişanlı, yani prinsip asasında hayatımızı orunlaştırışını talep kılıdı. 4. adetke nispeten etqanda aldığın iki adet kem bolsa bolmaydı. Bırak asasının buluşunu küpayi kılmaydı. Özümüzge bolgan başkuruşunu her vakit küçeytiş arkalık 3. adetini reallaştırışımızga toğru keladi. Başquruş bilen yetekçilikning tamamen o'xshamaydiganligini esingizda ching saqlang. Yetekçilik yuqori darajalik faoliyat bo'lib, uni kishilar falsafaviy san'at deb qarashmoqda. Agar o'zingizni yetaklash jihatda to'liqlaydigan joylaringiz bo'lsa, oldi bilan o'zingizga hayotlikdagi eng mohiyatli masalalarni eskartib turing. Hayatlık nişanınızı muayyenleştirirsiniz. Özünüzde ilmi başqura alaysizda turmuş g'oyangizga uyg'unlashtirib alaysiz. Özünü ünümlük başquruş asasen tushundirish, tahlil qilish, tartiblash, amaliy qo'llanish hamda belgilangan vaqt ichida vazifani o'rindash degandek sol ming'ining funksiyasiga aloqador faoliyatlardir. Şəxsinin iş önümünü yuqarı götürüşdə mening xulosam shuki, sol menga başqursun, o'ng menga yetaklesin, rəhbərlik qilsin. Endi yeni bir temaga o'tamiz. Mustaqillik irodasi önümlük başqurishning oldingi shart. O'zimizni haqiqiy tizginlab boshqarayli deydi ekanmiz. O'zlik ingi, tasavvur kuchi va ang idrak mustaqillik irodasi qatorliq insondagi 4 tug'ma qobiliyatni to'liq joriy qildirishimiz kerak. Mustaqillik irodasi qaror chiqarish, aktiv tanlash hamda bu qaror va tanlashlarga asosan konkret harakat qilish iqtidorini ko'rsatadi. Mustaqillik irodasini qo'limizga ola olsak, buyruqqa passiv bo'ysunguch emas, aktiv tashabbuskor ish bujurguchiga aylana olamiz. Onun başqa 3 cho'ng tabiiy talant asosida plan tuzalaymiz hamda bu planni ishga oshira olamiz. İnsandaki irade hayran qalarli qudratga ega.
Kişilerin öz təqdiri üstüden galip gelişi bunun delilidir. Dünyada nurgun adam karın kadığı okşaş öz təqdiri üstüden galip gelip müstakillik iradəsinin rolü ve yüşürün gücünü öz əməliyyəti arqılıq isbatlagan. Lekin bu xil tabiiy iqtidarını özümüzde önümlü kontrol qilishdan ibaret çoğ muhit içige koyup durup muhakeme kılgınımızda bu iqtidarlarning odatda damallıqqa önüm berenmeydiganligi, asan qo'lga kelgan muvaffaqiyatning birdamlik bo'ladiganligi, özümüzge taynıpla adaqqi muvaffaqiyatni qo'lga keltirishning texmo mumkin emasligi ayon bo'ladi. Bizning qo'limizdan keldigini her qandaq chaqda mustaqillik irodasiga murojaat qilib turib karar çıkarıştır. Kündülük durmuşda yakkinin ahlakı onun müstakillik iradesini texmo küçeytirdi. Samimi insanilik bir adamın kıymetini aks ettirdi ve va'daga vafo qilish, rostchilik qatorliq shakllarda ifodalanadi. Bu o'z navbatida yana shu odamning o'ziga bo'lgan hurmati bo'lib, axloqning muhim tashkiliy qismi. Shundaqla yetilishdiki yadroluk mazmun hisoblanadi. Önümlük başkuruş muhim işini aldığın o'ringa qo'yib, zürürünü başlı qilishni ko'rsatdi. Rehberlik qilguvchilarning eng avval o'ylashdig'ini qaysi ishning muhimligidir. Başqurguvchilar bo'lsa, bu qarorga asosan muhim ishlarni boshda o'rinlashtirdi. Bu ma'nodan elib aytganda, o'zini boshqarishning negizi o'zini tizginlash va tertiplashdan iborat bo'lib, nishonning reallaştırılışını ko'rsatdi. İngiliz tilining so'z etimologiyasiga asoslanganda intizam, ya'ni o'zini tizginlash so'zi muxlis so'zidan turlanib chiqqan bo'lib, odatda muxlis so'zi ma'lum bir xil falsafiy ta'limot, prinsipal qimmat sistemasiga ishonadigan kishilarni sifatlashga ishlatiladi. Muxlis so'zi ya'ni ma'lum bir ulug'vor qimmat yoki bu qimmatga vakillik qilguvchi kishilarni ko'rsatadi. Mubada siz o'zingizni unumlik tizginlayoladigan odam bo'lsangiz, ondaqda o'zingizni tartiblashingiz ishingizdan qaynab chiqqan mustaqillik irodangizning konkret ifodalanishi bo'lib, sizning ishonadigan va agishdiğiniz dal o'zingizning qimmat qarashi bu asosda shakllangan hayotlik programmasidir. Vücudunuzda mustaqil iroda ve samimiy insoniy fazilat shakllantirgan bo'lsangiz, his hayojoningizni kontrol qila olasiz ve öz qimmat qarashingizga angliq agishsiz. Muvaffaqiyatdagi umumiy o'rtaqlik degan asarning avtori Giray muvaffaqiyat qozongan kishilarning vujudidagi o'rtaqlikni tadqiq qilgan. O muvaffaqiyatni belgilaguvchi omilning faqat tirishib xizmat qilish, baxt, talay, axloqiy fazilatlar emasligini. Bular bir odamning muvaffaqiyat qozonishida hal qiluvchi rol o'ynasimi? Ammo o yana bir muhim omilga, ya'ni dal bizda vatqan 3-odatdagi muhim ishni boshda qilishga yetmaydiganligini bayqagan. Bu xil ro'yi holatga yetishda oldi bilan bizda aniq nishon va mas'uliyat tuyg'usi bo'lish. Shundaqla ikkinchi odatda tilg'ilib o'tgan umrlik nishon, qimmat qarashi bo'lish. Qalbda qizg'in hayajon bo'lish. O'zi bilan munosabatsiz har qanday ishga yo'q deyalaydigan bu xil holatni texmi muhimi mustaqillik irodasi bo'lishi lozim. O'zingiz qilishni xohlab ketmaydigan ishlarni imkon qadar o'z qimmat qarashingiz asosida qilishingiz kerak. Shunda qilarsingizla texmi samimiy, ijodchan odam bo'la olasiz. Canım dostum. Hazır biz birlikte öğrenip atqanımız
Qo'limdagi bu Stephen Covey'ninki Amerikalik yozuvchi Önümdar kişilerinin 7 adeti, The 7 Habits of Highly Effective People. Yani 7 adeti, 7 xisleti desek mi buludu kadarlı qarindoshlar. Endi yeni bir mezmun 4 avlod vaqt boshqarish nazariyasining tadrijiy taraqqiyoti. 3. adette tilga ilingan hayotlik ve vaqtni boshqarish masalasiga qarata ko'p yillik ta'siratim shuki, ishning jiddiy ve muhimlik darajasini farq etish ve tashkillash iqtidorini yetildirish vaqt boshqarishning mag'izidir. Qayta o'qib o'tay qadrli qarindoshlar. 3. adette tilga ilingan hayotlik ve vaqtni boshqarish masalasiga qarata mening ko'p yillik ta'siratim shuki, ishning jiddiy ve muhimlik darajasini farq etish ve tashkillash iqtidorini yetildirish vaqt boshqarishning mag'izidir. Vaqt boshqarishga oid tadqiqotlarning ilib berilayotganligiga xeyli yillar bo'ldi. İnsaniyat jamiyati yezigilik davridan taraqqiy qilib, sanoat davriga o'tib, uningdan yana uchur aloqa davrlariga o'tganiga o'xshash vaqt boshqarish nazariyasimi 4 avlod taraqqiyot bosqichini boshdan kechirdi. Birinchi avlod vaqt boshqarish nazariyasi asosli xatchak va putukdan foydalanib, aldirashchilik ishida vaqt va zehniy kuchni muvofiq o'rinlashtirishni ta'kidlagan. İkinci avlod vaqt boshqarish nazariyasi faoliyat plani yoki kun tartib jadvali tuzishni, vaqt boshqarishda yiroqni o'ylashning muhimligini ta'kidlagan. 3. avlod vaqt boshqarish nazariyasi ishning jiddiylik va muhimlik darajasiga asosan qisqa, o'rta, uzoq mezgillik nishon turg'izib, yetmoqchi bo'lgan nishonning planini bosqichli tuzib chiqish, cheklik vaqt va zehnini yanama taqsimlab eng yuqori unumni qo'lga keltirishni ta'kidlaydi. Bu xil usulning o'ziga loyiq afzalligi bor, lekin unumni haddidan ziyoda ta'kidlash vaqtni behuda xo'ritib etishi, hatto kishilar aro insoniy tuyg'ularni kuchaytiradigan, turli ehtiyojlarni qondiradigan yoki tasodifiy xushalliqlardan bahramon bo'ladigan fursatlardan mahrum qilib etishi mumkin. Shuningdek, nurg'un kishining bu xil qatmal vaqt boshqarish usulidan osonlik ro'y qaytadi. Da oldingi 2 avlod vaqt boshqarish usuliga qaytib, normal turmush muvozanatini saqlashga tushdi. Hozir 4. avlod vaqt boshqarish nazariyasi maydonga chiqdi. Onun burunqi vaqt boshqarish nazariyalari bilan tubdan o'xshamaydigan yeri, o vaqt boshqarishdan iborat bu atalg'uni tubdan inkor qiladi. Muhimning vaqt boshqarish emas, balki o'zini boshqarish ekanligini, vaqt va ishlarni o'rinlashtirishga ahamiyat bergandan ko'ra, diqqat markazini hosilat va iqtidorning tangqurligini saqlashga qaratishning texmo ahamiyatli ekanligini ta'kidlaydi. Ve qaraydigan bo'lsanglar, tinchaydigan bo'lsak, o'yindigan bo'lsak, biz hozir vaqt boshqarish to'g'riliq gap qilyapmiz. Endi lekin bu yerda ishni organize qilish, o'rinlashtirish, bu to'g'riliq tartiblash to'g'riliq gap bo'layotdi qadrli qarindoshlar. Vaqt ba'zi aqliy so'zlar bor. Yani vaqt en adil taqsimlanadi. Bütün dünyadaki insanga 24 saat vaqt berilgan. Ama siz şu 24 saatning ichida nima ish qilib, qanday unum yaratdingiz? Bunga qaraydi hozir. Shunlashqa unumni ta'kidlaydi, lekin unumni bak ta'kidlab etib, qilgan chaqda ba'zi xatoliklar bo'ladi debdi. 4-inchisi nima ekan degan vaqtida bu tadrijiy taraqqiyotning yani 4-avlod vaqt boshqarish nazariyasi maydonga chiqdi. Uning burunqi 3 avlod
vaqt boshqurish nazariyalar bilan tüptün o'xshamaydigan yeri, o vaqt boshqurish qo'shtirnoq ichida din iborat bu atalg'ini tüptün inkor qiladi. Muhimning vaqt boshqurish emas, balki o'zini boshqurish ekanligini, vaqt va ishlarni o'rinlashtirishga ahamiyat bergandan ko'ra diqqat markazini hosilat va iqtidorning tangpungliqini saqlashga qaratishning texmo ahamiyatli ekanligini ta'kidlaydi debdi. Biz oliy maktablarda o'qidik, iyada o'qidik, bu yerda to'qidik. Oxiri nimani o'rgandik desak, o'zimiz kontrol qilishni, boshqarishni o'rgandik. Shundaymi? Shunda qilgan vaqtimizda biz o'zimiz bu ko'p qismliq, necha ming qismliq yoki shu 10 yil ko'rsangmi tugamaydigan bu xil ko'p qismliq televiziya teatrlari yoki boshqa kompyuter o'yinlari va yoki boshqa bo'sh gap so'zlardan o'zimizni tortib, shu vaqtimizni, shunga bergan sarf qilgan vaqtimizni biz boshqa xayrli ishlarga, o'zimizni yaxshilashga, o'zingda bo'lsa, o'zingda yo'q, jahonda yo'q degan gapning ta'tirisi, o'zingda bo'lsa, boshqalarga beralaysa degan bo'ladi. Shunlashqa biz iqtidorlarni yaxshi egallab, bir unum yarata olsak, o'rtaga bir asar qo'ya olsak, ondan keyin biz buni boshqalarga beralaymiz degan gap. Uşak ishlarga bosh beg'ingizni tutqizib qo'ymang. Tuvandagi jadvalda, endi men jadvallarini chiqarib qo'ydim, bu oldingi yozmaga qarasanglar Facebookda ko'rasizlar. Tuvandagi jadvalda 4-avlod vaqt boshqarish usulining muhim nuqtasi bayon qilingan. Ma'lumotni olganda bizning vaqt ishlatish usulimiz tuvandagidek 4 xil bo'ladi. Jadvaldagi jiddiy ishlar darhol bartaraf qilish kerakligidan derak berdi. Masalan, telefon kelsa, har qancha aldirash bo'lsangiz-bo, qo'lingizga ishni qo'yib, uni qabul qilishingizga to'g'ri keladi. Telefon qabul qilish hamisha bajarilayotgan ishni bir tarafga qo'yib qo'yishga majbur qiladi. Telefon urg'uchilar balkim qarshi tarafning tanqisligini his qilmasligi mumkin. Ammo telefon qabul qiluvchi qarshi tarafning uzunga so'zilgan so'ziga chidab oxirigacha anglamasa bo'lmaydi. Jiddiy ish bizga eng ko'p yo'liqidi. Uningga bahona ko'rsatishga bo'lmaydi. Bu balkim odamgarchilik bo'lish yoki ma'nilikroq ish qilish bo'lishi mumkin. Lekin intayin muhim ish bo'lishi notayin. İşlarning muhimlik darajasi nishon bilan munosabatlik. Umuman hayotlik nishoningizni amalga oshirishda qimmati, foydasi bo'ladi ekan, u muhimdir. Muhim ishni belgilashning o'lchimini dedi. İşlarning muhimlik darajasi nishon bilan munosabatlik. Umuman hayotlik nishoningizni amalga oshirishda qimmati, foydasi bo'ladi ekan, u muhimdir. Odatdagi kishilar favqulodda jiddiy ishlarga darhol inkas qaytargan bilan o'z yo'lidagi jiddiy ishlarga ancha e'lon qilib ketmaydi. Shunga o'zimizni qattiq tartiblamay bo'lmaydi. Muhimni cho'qim muhim deb bilish kerak. Vaqt boshqarish matrisasidagi birinchi turlik ishlar jiddiy ham muhim ishlar bo'lib, darhol bir taraf qilish zarur. Odatda biz ularni doim krizis yoki masala deb ataymiz. Ba'zilarga nisbatan aytganda, bunday ishlar bularning nurg'un vaqti va zehnini xo'ritib o'tadi. Chunki ular kun bo'yi krizis bilan etishadi. Kallasida lit-muliq masala ish, chatoq, kun bo'yi turli jiddiyliklarni hal qilish bilan halak. Mana bu matrisani ko'rsatib qo'yay. Bu Erkin Sidiq akamizningki, bu Tadbiriyay nashriyatidan nashr qilingan kitobida bu matrisa bor. Mushu kitobni nihoyat qisqa qilib yozib chiqqan Erkin Sidiq akamiz. Ya'ni jiddiy emas, ustida qarasanglar jiddiy emas ishlar, o'ng tarafga qarasanglar muhim emas.
Bu işlerini şunun asasen bilip tertiplep çıkışga toğru keldigen kadirli qeyrindaşlar. Mesela ciddi emas deb 2 dana stolni echib olgandan keyin onun astiga 2 qurni sizni dikeniniz çoğun araliq qo'yib, muhim emas. Ciddi hem muhim. Va birinci katakta krizis ciddi meseleler çeklik müddet içinde orundaşqa tegishlik vazifa. Ciddi emas, lekin muhim ishlar. Bu aldını elishga oid tadbirlar. Münasebet o'rnatish, yeni taraqqiyot fursatini aydınlashtirish, plan tuzish ve aram elish. Endi ciddi hem muhim emas ishlar. Ziyaretçi mehmon ve telefonlarni qabul qilish, xatchaklar, yig'inlar, ciddi hal qilishga tegishli ishlar, ommaviy faoliyatlar. Ondan keyin ciddi emas, muhim emas ishlar. Uşak aldırış işler, xatchaklar, telefonlar, vaqt o'tkazish xarakteridagi faoliyatlar, kishini xushal qiladigan faoliyatlar. Yani vaqt boshqarish matrisasidagi birinchi turlik ishlar bayatini o'qidik, yana qayta o'qib o'taman. Ciddi ham muhim ishlar bo'lib, darhol bir taraf qilish zarur. Adette biz bularni doim krizis yoki masala deb ataymiz. Ba'zilarga nisbatan aytganda bundaq ishlar bularning nurg'un vaqti va zehnini xo'ritib etadi. Chunki ular kun bo'yi krizis bilan etishadi, kallasizlik, muloq masala ish, kun bo'yi turli jiddiy ishlarni hal qilish bilan ovora. Navada siz birinci türdeki işlara haddidan ziyade ehemmiyet verip kessiniz, ondaqda onun dairesi özlüksüz kengayib ketip, sizin bütün vaktiniz ve zihniniz şununla yem bolup ketishi mümkün. Bu xuddi dolqunda üstüde teyilishga o'xshaydi. Yani deniz karabları deymiz go. Yani dolqun kezerlarga o'xshaydi. Yani dolqunni kezgen vaqtda, teyilgan vaqtiga o'xshaydi. Zor dolqundan birisi yupurilib kelib, sizni teyilish taxtisidan ag'dirib tashlaydi. Siz qayta yamishib chiqishingiz bilan texmi zor bir dolqunga yo'liqsizda, yana tekrar mollaq atisiz. Ba'zilar bir vaqtda nurg'un masalaga esilib olib, o'zini charchitib etadi. Şunu 4-cü türdeki muhim hem ciddi emas işler orqali o'zini reallikdan elib qochmoqchi, tanib olmoqchi bo'ladi. Bundaq kishilar 90% vaqtini birinci türdeki ishlarga sarf qiladi, qolib qolgan 10% vaqtning ko'p qismini 4-cü türdeki ishlarga sarf qildi-da. İkinci ve 3-cü türdeki ishlarga tuzuk vaqt chiqarolmaydi. Bu dal ko'p qism vaqtini krizis xarakteridagi masalalarni bartaraf qilishga sarf qiladigan kishilarning turmush kartinasidir. Yana bir qism kishilar o'zlarining ko'p vaqtini jiddiy, lekin muhim bo'lmagan 3-cü turdagi ishlarga sarf qilib o'tadi. O jadvalni echib qarab boqadigan bo'lsak, qadrli qarindoshlar, 3-cü türlük işler. Yani işimizni, vaktimizni yaxshi boshqaramiz deydiganmiz, 4 turga ayıramiz dedik. Bununki 3-cü türdeki iş, yani birinci türlük iş ciddi hem muhim bo'lgan iş. İkinci türlük iş ciddi emas, lekin muhim bo'lgan iş. 3-cü türlük iş ciddi, muhim emas bo'lgan iş. 4-cü türlük iş ciddi emas hem muhim emas bo'lgan ishlar. Yana bir qism kishilar o'zlarining ko'p vaqtini jiddiy, lekin muhim bo'lmagan 3-cü turdagi ishlarga sarf qilib o'tadi. Lekin o'zlaricha bütün kuchimni birinci turdagi ishlarga qarashdim deb qaraydi. Ular kun bo'yi o'zi intayin muhim deb qarab olgan ishlar bilan paloqshib yuradi. Ammo buning boshqa ishlar uchun zürür iş bo'lgan bilan o'zi uchun ehmiyatsiz ish ekanligini xiyoliga keltirib qo'ymaydi. Natija nima bo'ladi desa, 3-cü turlik ishlar bilan ovora bo'lganlarning
ko'z oldidagi manfaatga aldiraydi. Krizis tipidagi ishlar oldiga selib oladi. Gap yo'rg'ultishga mahir deb qaraladi. O'zini ziyonkashlikka uchrag'uvchi, kontrol qilish iqtidori kamchil deb qaraydi. Kishilik munosabati nozuklashadi, hatto buziladi. Ba'zilar ko'p qism vaqt va zehnini 3 va 4 turdagi ishlarga sarf qilib o'tadi. Ularning hayotini ma'nisiz, mas'uliyatsiz hayot deyishga haqliqmiz. Yani 3-4 turlik ishlar nimati muhim emas, ciddi emas, muhim ishlar. İşini yuqori kishilar 3 va 4 turdagi ishlarga berilib ketmaydi. Çünkü ciddi buluş bo'lmasligidan qat'iy nazar bu ishlar hech qaysisi muhim emas. Ular yana ko'p qism vaqtini ikkinchi turdagi ishlarga sarf qilish orqali, yani muhim bo'lgan ciddi emas ishlar, birinchi turdagi ishning miqdorini belgilik nisbatda azaytadi. Yani ciddi hem muhim bo'lgan birinchi turdagi ishlar. Natijada qanday bo'ladi bunday ishlar? Bunday kishilar butunlay mas'uliyatsiz xizmatdan bo'shatildi, eng odatdagi ishlardimi boshqalarga yoki ijtimoiy apparatlarga tayinishga majbur. İkinci turdaki ishlar munosabat o'rnatish, buruch kitobnomasi yozish, uzoq muddatlik nishon turg'izish, tuyuqsiz yuz beradigan kelguliklarni bartaraf qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Hamma odam bu ishlarning muhim ekanligini biladi, lekin ba'zida diqqatini jiddiy emas ishlarga qaratib oladi-da, ishlar o'z yo'lidan chiqib ketadi. Neticede ikinci türlük işlerge esilib olgan adamlar yiroqni ko'ralaydi, ulug'vor nishon turg'izalaydi. Tanpoqlikni saqlayalaydi, o'zini kontrol qilalaydi, krizis nayt az ko'riladi. Peter Druckerning qarashiga asoslanganda ish unumi yuqori kishilarning mingisiga qochilangani masala emas, balki fursatdir. Ular turli ishlarda o'zining vaqti va zehnini isrof qilmaydi. Ularning tafakkur usuli oldini olish xarakteriga ega bo'lib, hamisha kutilmagan ofatning oldini ola oladi. Albatta ularning jiddiy bir taraf qilmas bo'lmaydigan krizis tipidagi jiddiy masalalari bor, lekin ular bunday ishlarning nisbatini azayta oladi. Ular hasilat ve iktidar arasındaki münasebetini temponlaştırıp zihni ve vaktini muhim, lekin tahirsiz bo'lmagan ishlar ustiga merkezleştirdi de ish bajarish iqtidorini yuqori ko'tardi. Endi bu babning bosh qismida o'ttirib qo'yilgan ikkinchi masalaga qaytaylik. Javobingizning qaysi turga tabi ekanligini tekshirib ko'ring. Farzimcha ko'pincha kishilarning javobi ikkinchi turga tabi chiqadi. Chunki o muhim, shunga turmushda g'oyat zo'r o'zgarish paydo qila oladi. Ammo uncha jiddiy emas. Shunga osonla sel qarilib qoladi. Ammo qo'l tiqsaqla ishlarda ilgirlash bo'lishida gap yo'q. Men mal setish o'rnining direktorlaridan shunga o'xshab ketadigan masalani so'rag'animda, ularning hammasi, yani qaysi masala degan vaqtida yani bir qo'lingizga bir qog'oz olib, tuvandagi narsalarni yozib chiqing degandik. Buning birinchisida hayotingizga umrlik ta'sir ko'rsatadigan, ammo ta hozirgacha qo'lingizga olib boqmagan ishlardan qaysisi bor dedik. Bu birincisi. İkinci savol, navbatdagi xizmatingizga uzil-kesil ta'sir ko'rsatadigan, biroq hozirgacha kirishib boqmagan ishlardan qaysilari bor? Ya'ni ikinci turga tabi ish deganimiz shu. Tekshirish orqali shuni bayqadimki, ular bu ishga 5% yetmagan vaqtni sarf qiladi ekan. Bu ajablanarlik emas. Chunki yig'inichish, doklad yozish, telefon urish qatorliq ishlar ularning nayt ko'p vaqtini olib, charchitib, holini qo'ymag'achqa, do'kon xo'jayinlar bilan fikrlashish,
fikrini jug'ulash, ish haqini muzokara qilish degandek ishlar to'qituki ishlar qatorida tashlanib qolgan. Do'kondorlarning ko'nglida bo'lsa boshqacha o'y. Ular setish markazidagi boshqaruvchilarning o'ziga chatoq tepib berishini emas, balki o'zlariga yordamlashib qiyinchilikni hal qilib berishini orzu qilishidi. Keyin setish markazidagi xodimlar payadini o'zgartib, tijorat nishonini va navbatdagi eng jiddiy ishni oydinlashtirib olgandan keyin 3dan 1 qism vaqtni do'kon xo'jayinlari bilan bo'lgan munosabatini yaxshilashga sarf qilibdi. Mushu bo'yicha 1,5 yil atrofida vaqt o'tgandan keyin savdo aslidagidan 4 hassa yaxshilanibdi. Boshqaruvchi xodimlar do'kon xo'jayinlarining nazoratchisiga yoki soqchisiga emas, balki ularning qalb sadosiga yaqindan quloq solg'uchilarga, ularni tarbiyalaguvchiga, maslahatchiga aylanibdi. Mayli oliy maktab o'quvchilari yoki shirkat mas'ullari bo'lsin, faqat o'zining ikkinchi turdagi ishlarini oydinlashtirib olsa, ham uni darhol hal qilishga oldirsalar, ishning unumini necha hassa qatlay oladi. 20% kuch sarf qilib 80% unumni qo'lga keltirgili bo'ladigan bu usul vaqt boshqarish sohasida oddiy qilib Pareto prinsipi deb ataladi. Yani Pareto principle debdi qadrli qarindoshlar. Yani ishni 4ga ayirib ekanmiz. Ciddi emas deb bir stol ichib olib 2 dona. Onundan keyin onun ostiga yana muhim emas deydi ekanmiz. Onundan keyin bu ishlarni mesela birinci türlük ish, ikinci türlük ish, üçüncü ve 4. türlük ishlar 4ga ishni ayırib olgandan keyin mesela birinci türlük ishda nima bor ekan desa, bu ciddi muhimning kesishga yeri. O'ng taraf yuqori tarafdagi. Krizis ciddi meseleler çeklik müddet içinde o'rinlashga tegishli vazifa. Mesela telefon o'xshash. Derhal almışsınız bombaydı. Ondan keyin ikinci türlük ish qanday ekan desa, ciddi emas, ammo muhim bo'lgan masalalar. Ya'ni oldin olishga oid tadbirlar, munosabat o'rnatish, yangi taraqqiyot fursatini oydinlashtirish, plan tuzish va orom olish. Bu muhim ishlarni ikkiga bo'ldik, jiddiy ham jiddiy emasda. Muhim emas bo'lgan ishlarni jiddiy ham jiddiy emasda bo'ldik. 3-chi turlik jiddiy bo'lgan muhim emas ishlarning kesishga yeri. Bu 3-chi turlik ishda nima bor ekan desak, ziyoratchi mehmon va telefonlarni qabul qilish. Men xato deb hisoblayman. Undan keyin xat cheklar, yig'inlar, ciddi hal qilishga tegishli ishlar, ommaviy faoliyatlar. Bu 3-chi turlik ishkan. 4-chi turlik ish ciddi emas, muhim emas bo'lgan ishning kesishgan nuqtasidagi ishlar. Bular ushshaq-tushshaq aldirash ishlar. Xatchaklar, telefonlar, vaqt o'tkazish xarakteridagi faoliyatlar. Kishini xushal qiladigan faoliyatlar. Demek 4 işimizni shundoq 4 turga ayirib olganimizda buning foydasini ko'rdik ekanmiz. Andan keyin ishimizni 4 turga ayirdik degan gap, tartibladik degan gap. Undan keyin shu tartib bo'yicha ishni qilsak bo'ladi ekan, qadrli qarindoshlar. Yani 20% kuch sarf qilib 80% unumga erishadigan usul qaysi ekan? Meyli oliy maktab o'quvchilari yoki shirkat mas'ullari bo'lsin, faqat o'zining ikkinchi turdagi ishlarini, ya'ni ikkinchi turdagi ishlar jiddiy emas, muhim ishlar. Ya'ni oldin olishga oid tadbirlar, munosabat o'rnatish, yangi taraqqiyot fursatini oydinlashtirish, plan tuzish va orom olish. Hamda uni darhol hal qilishga oldirilsalar, ikkinchi turdagi ishning unumini nechasi qatlay oladi. Yani 20% kuch sarf qilib 80% unumni
qo'lga keltiradi debdi jinim do'stlar. Qadrli qarindoshlar, biz hozir o'rganayotganimiz Stephen Covey, Amerikalik yozuvchining unumdor kishilarning 7 odati, The 7 Habits of Highly Effective People degan kitobdagi 3-odatga keldik. 3-odat nimati? First things first. Ya'ni muhim ishni oldida qilish. Ya'ni muhim ishni oldida qilish uchun ishni oldi bilan bölüp bilishimiz kerak, ishni kategoriyaga ayırıp bilishimiz kerak deyishdik. Endi yo'q deyiladigan bo'ling degan mazmunga o'timiz, jinim do'stlar. Bu kitobningki inglizchasi onun PDF'leri bo'lishi mumkin, türkçeninki PDF'leri bor ekan. İngilizce kitobni birisi biz ovoz artisi nima qilib qo'yapti, o'qib chiqarib qopti. Uni men shu chiqarib qo'ygan yozmaning ostida birib qo'ydim. Shu yerdan anglab, o'zingizning ingliz saviyasini ko'tarsanglar bo'ladi, jinim do'stlar. Endi yana bir mazmun, 3-mazmun nima degan vaqtida biz birinchi mazmunda mustaqillik irodasi unumlik boshqarishning oldingi sharti dedik. Ikkinchisida 4 avlod boshqarish nazariyasining tadrijiy taraqqiyotini o'rganib o'tdik. Uchinchisida uşaq ishlarga bosh beg'ingizni tutqizib qo'ymang dedik, ishingizni tartibga soling dedik. To'rtinchisida yo'q deyiladigan bo'ling. Mubodo zehningizni eng muhim ishlarga qarata olsangiz, ikkilamchi ishlarning asaratidan qutula olasiz. Siz endi yo'q deyiladigan jasoratga muhtoj. Hamma odamda iroda bo'ladi. Shundaqla hammasining o'ziga tushliq muhim bo'ladi. Zarur tepilganda ikkilanmay yo'q deyiladigan, boshqalarni rad qila oladigan, zarur muhim ishlarni tanlay oladigan bo'lish kerak. Ben bir çağda üniversitede o'qituvchi o'quvchilar munosabat bölümünün müdür bulup işleyen edim. Maktabki talantliq hamda mustaqillik nihoyatda kuchli tarbiyachi xodimdan birini qabul qildik. Bir kuni onunga bir muhim ishni havola qilishga to'g'ri keldi. O, siz meni nima qildisingiz mayli, biroq navbatdagi vaziyatni tushuning degunicha tamdagi xizmat planini ko'rsatdi. Hozir 20 dan ortiq plan ustida ishlayapmiz. Buni sizmi bilasiz? Bu muhim ish ekan. Bir taraf qilishga eng oz degandimi bir necha kun ketadi. Sizningcha bu 20 plan ishidan qaysi birini tashlab qo'yib yoki amaldan qoldirib etib, buyurtmangizga vaqt chiqaring. Onun xizmat unumi hammadan yuqori edi. Shunga bu muhim ishni uning havola qilishni o'ylagan edim. Lekin uning qo'lidagi qilayotgan ishni tashlatqizishga haddim yo'q edi. Bu ikkisini selishtirgandimi ishlayotganimizning muhimligiga gap ketmaydi. Shuning bilan ishni boshqacha yo'l bilan bir taraf qilmoqchi bo'ldim. Men tarbiyalashlarda ishning jiddiy va muhimlik darajasini ayirish hamda shu bo'yicha ish qilishni bak ta'kidlayman. Mening tarbiyalanuvchilardan doim so'raydiganim, sizlarning kamchiliginglar, ishlarning muhimlik darajasini ayirolmasliginglarmi? Tartiblik ish bajarishga ojiz keldinglarmi yoki uni xohlamamsizlar? Yuqorqi prinsiplar asosida o'zinglarni tizginlash iqtidoringlar kammi? Tarbiyalanuvchilarning ko'p qismi o'zimizni tizginlash iqtidori kamchil deyishadi. Biroq men unda qaramayman. Meningcha ular tehi nishon turg'izgudek ma'naviy sapa hozirlamagan. Ularda ishlar muhimmi, puchakmi bo'ladi degan ong texmo mevcut emas. Neticede bu suğudun atlamayla herip kalıdı.
etrafımızda işlarning dan samını ayıralaydigan, özünümü bir obdan kontrol kılalaydigan, emma turmuşi prinsipal emas, hayatlık nişanı turguzulmagan kişiler samandek tola. Ular nişansız seferge çıkıdı da hem yerde tinep temtirep yürüdü. Doğrusu yaki pulmal, dostluk, keyif sapalarını merkez kılgan kişiler asalla birinci ve üçüncü türdeki işlerinin asaretine düşüp kalıdı. Özünü merkez kılgıçılar asalla keyfiyatının az duruşa uçurap gidip kişini kaymokturdığan işlerine berilip gidiyordu. Hem de dördüncü türdeki işlerden özlerini kaçırdı. Bu xil kaymak işlerini herkesme müstakil irade gücü bilen tüketkili bulmaydı. Fakat samimi işenç ve nişan turguzulgandala mundak ezitku püçek işlağa jaranglık avazda yak diyeleydigan bulumuz hem diyeleyimiz. Bu yak diyeleydigan bunun degeninki cevabı iken, tefsilat iken kadarlı qarindoshlar. Endi 5. mezmun mükemmel vaqt başquruş nezriyesi. Aldıda biz müstakillik iradesi ünümlük başquruşunun aldığı şerti, 4 avlat vaqt başquruş nezriyesinin tedrici terakkiyatı, uşaq işlağa başbayğınızı tutkuzup koyman, yak diyeleydigan bunun degan mezmunlarını birlikte körüp ettik. Endi mükemmel vakit başquruş nezariyesi. Birinci avlat vaqt başquruş nezariyesi de muhim degan uqum mevcut emas. Esnetmegi putilgan her qandaq iş urundalsa, bundaq adam muvaffaqiyat tuyg'usiga cho'midi. Lekin bu muvaffaqiyatning hayatlık nişanlığa çokum uygun buluşu natayin. Şunlaşka akıbette urun dalgını fakat zürür, lekin muhim hesaplanmaydıgan işler bulup çıkışı mümkün. Şunda kişiler baki turmuşta gaye itikadı yok. Hesapta baş ketinçilik, besimumu yok diyerlik. Hadisela başkalarının talep arzusu boyunca iş kılıdı. Şu tüpeyli mesuliyetin asalla kutulalaydıgan ne kürülüdü. Lekin bundak başkurguçudan ünüm öz özünü idare kılış, kadir kıymet tuyusu kütüş artukça. Yani şunda kişilerin baki turmuşta gaye itikadı yok, hesapta baş ketinçilik, besimumu yok diyerlik. Gaye itikadı yok, hesapta başka etikçilik besimim yok diyerdik. Hepsi başkalarının talep arzusu bu iş kılıdı. Şu tüpeyli mesuliyetin asan kutulalaydıgan da kürünüdü. Lekin bundak başkurguçunun ünün öz özünü idare kılış, kadir kıymet toyğusunu kütüş artukça. İkinci avlat başkurguçularının özünü idare kılış iktidarı yukarı kilidu. Su kelgişi tuğan salalaydı. Cahanның rəbtarığı kirib almaydı. Lekin işinin ciddi ve mühimlik derecesini degендek ayırıp ketmeydi. Üçüncü avlat vaqt başqurğuçular bir kadar yaxşıraq kirdi. Ular qimmat qarışı ve kişilik hayat nişanını aniq turg'izishga kuchaydi. Afsuski, ular kundalik planning sirtiga chiqolmaydi. Nazar doirasi tar keladi. Ovayla tügmini dep tügüdün quruq qalıdı. Birinci ve üçüncü xildeki işler ularning barliq vaqtini egilab ketadi. Bu üçüncü avlat nazariyaning ajallik acizligidir. Tügmini dep tügüdün quruq qalıdı. Biroq yuqorqi 3 avlat nazariya yanada muayyan foydalanish qiymatiga ega. 4-cü avlat nazariya burunqi qarashlar asosida yeniçe tüste meydana kelgan. Prinsipni merkez qilganda hayatlık nişanlığa maslashqili, ciddilik ve muhimlikqa teng itibar bergili. Ölüm bilen iktidarının muvazanatlik teraqqiyotini saqlagili, zihnini ikinci türdeki işlarga
merkezlik qaratqılı boludu. Yani yuqoridagi 3 avlod nazariya vaqt boshqarish nazariyasimi ma'lum bir qiymatga ega debdi. Lekin 4-avlod vaqt boshqaruvchilar 4-avlod vaqt boshqarish nazariyasi yangi tusda maydonga kelgan. Yani prinsipni markaz qilganda hayotlik nishoniga moslashqili, jiddiychilik va muhimlikqa teng e'tibor bergili, o'lim bilan iqtidorning muvozanatini teng saqlag'ili, zihnni ikkinchi turdagi ishlarga markazlik qaratqili bo'ladi. Endi qadrli qarindoshlar, Stephen Covey'ninki qo'limdagi bu unumli kishilarning 7 odati degan kitobdan 3-odat bo'lgan muhim ishni boshqa qil degan 3-odatninki boshqarish usulining 6 o'lchami degan mazmunni birlikda ko'rib o'tamiz, qadrli qarindoshlar. Vaqt nechilik bo'pti? 56 minut bo'pti. Bu tugaydi inshaalloh 4 minut ichida. Boshqarish usulining 6 o'lchami. Ikkinchi turdagi ishlarni turmush markazi qilgan vaqt boshqarish usulining nishoni birla. Ya'ni turmushni unumli idora qilish. Bu bizdan mukammal prinsip bo'lish, kishilik bo'lishga qarata aniq tonish, hozirlash, muhim va jiddiy ishlarga teng ahamiyat berish, unum bilan iqtidor o'ttirishga munosabatni tengpunglashtirishni talab qiladi. İkinci turdaki işlarni turmuş merkezi qilishda qo'llangan tadbirlar chuqur tuvandagi 6 o'lchamni qanoatlantirishi kerak. Birdek mas bo'lish, g'oya bilan buruch, rol bilan nishon, ishning muhim nuqtasi bilan plan, arzu bilan o'zini idora qilish mas bo'lish kerak. Tengpun bo'lish, unumli boshqarish usuli turmushning muvozanatlik davomlashishiga meyli qandaq rol almayli, aile ve şəxsinin tərəqqiyat qatarlıq hayatdaki muhim halqılarını tengpun elib minişqa mas kelish kerak. Bəzilər ma'lum tərəfdəki nəticə arqılıq yeni bir tərəfdəki boşluqni to'ldirg'ili bo'ladi deb o'ylaydi. Bu osuruq gap. Kasbdagi muvaffaqiyat arqılıq buzilgan nikohni, zaiflashgan tiningizni yoki xarakterdagi ojizlikni to'ldirish mumkinmi? Merkezni cho'rilash. Ko'ngildagidek boshqarish usuli muhim va po'chak ishlarni ayirib muomala qilishingizni ta'kidlaydi. Hem sizni shunga rag'batlantiradi. Meningcha, buningda haftalik plan eng aql chora. 7 kunlik plan asos jihatdan bir gavda bo'lishi, o'zaro moslashgan bo'lishi kerak. Turmushni mushu bo'yicha qaraganda muhim halqa hergizmi kun tertibinin muhimlik tertibide emas, belki bejirilgan işinin muhimlik derecesi boyunca uğurlaştırış ve redleştirilir. Ademni asas kılış. Kişilik hayattaki muhim nokta Adem. Hergizmi iş emez. İş becerişte elbette ünümge ehemmiyet verişke doğru kilodu. Lekin prinsipni turmuş merkezi kılgan kişiler kişilik alakadaki paydı ziyanga texime ehemmiyet verdi. Bazı ünümlü kurban qilib, kishilarning ra'yiga beqishga to'g'ri keladi. Meyli qandaqla bo'lmasin, kun tartib jadvalining maqsadi xizmat yurishtirish. Hergizmi kishiga azar berib, o'kindirish emas. Jonliq qo'llanish, boshqarish usuli o'zgarmas narsa emas. Kishilarning istili va ehtiyojiga qarab tanishib turish kerak. Ablik bo'lish, boshqarish chorasi chuqur elib yurishga qulay, xalığan vaqtda paydalanğılı ve tüzetkili bulunğan buluş gerek. İkinci türdeki işler özümüzni ünümlük idare qilishimizdeki yadrodur. Şoňa siz turmuş merkezinizni ikinci türdeki işlerge qaratishda ünümlük quralga muhtaçsız. Men yuqorqi ölçemlerge asasen 4-avlod vaqt boshqarish usulini reallaştırılgan bir ünümlük usulni layihəlab chiqdim elbette. 3-avlod vaqt boshqarish nazariyasida tilg'ilingan vaqt boshqarish usullarini esqatadi. Azroq o'zgartirish kirgizsak, yanada foydalanqili bo'ladi. Chunki
prinsip degan ommabop narsa. O'xshamaydigini prinsipni qanda qo'llanishda. Qadrli qarindoshlar, Stephen Covey'ninki tadbiriyay sin dersimizin 75-sida önümdar kişilerinin 7 adeti The Seven Habits of Highly Effective People degan kitapninki muhim işini başlıqı degan 3. adetini öğreniyatimiz. Bunu da bugün öğrenip ötkenlerimiz mustaqillik iradesi, ünümlük başquruşning oldingi sharti, 4 avlod vaqt başquruş nazariyasining tadrijiy taraqqiyoti, uşaq ishlarga baş beg'ingizni tutqizib qo'ymang, yo'q deyalaydigan buning mukammal vaqt başquruş nazariyasi, başquruş usulining 6 ölçümü degan mazmunlarni birlikte öğrenip o'tdik. Qadrli qarindoshlar, inşallah bundan faydalı bir menfaatga erishgaysizlar. İnşallah önümdar kişilerden en yaxshi Allah'a yaraydigan, önümni yaratadigan kişilerden buluşunlarni ve buluşumuzni ümit qilaman. Allah'ın o'ziga amanet. 76. saatlik dersimizde bunun keyinki usullarini, yani 3. adetini tügütümüz. Şu çaqqıça aman bulunla, onundan kim bu? Aman bulunla Allah'ın özgü amanet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.